Menga qarang, har doim yutganimiz yutqizish yo'q. Bor kuchim bilan o'ynalaring, aytgancha. Bitta qarzini olaring. Bismillahirrohmanirrohim. Ol. Oshameli. O'yndan kiysan, yutqizish yo'q. Tushundilaringmi? Syomka qilmay tur. Nima Chempionlar Ligasida yaxshilan qo'yapsan? La Liga-yu bu. Qarishtir muzikani. Menga qaralaring bolalar. Har doim gapda meni qizni tema qo'yadi. Normal o'ynalaring bu safar. Benzema ba, ana ozgina qolib ketgan osh yilu. Ha, nafsi buzuq. Modrich, agar yaxshi o'ynasang Toshkentda ikkita xona zo'r kvartira olib beraman. Bo'ldi, xo'p. Menga qara, Kroos. Oyog'ing yomon sasot. Senga addushitni krossovka olib beraman. Esqop. Mayli 14 olgan kreditingni polni olib beraman. Senga fillik qulog'i baxki. Bor komandangga. Men qara albat, peki. Xullas bugun nima qilib bo'lsa ham yutish kerak, zahar berib bo'lsa ham. Chunki o'tgan safar blogerlar tema qo'yardi. Ana mitti deganlar esda qo'yapti. Shu gapingizga bitta perikurs. Perikurs yutish kerak. Ba, ana bergan qaysi achigan ekan, qordim olib o'tdi. Bor, valyuta orqasi variant. Qirya o'ynang. Ey, Shalo, nima qilyapsan? Valyutaga qaramaysan. Hozir Hindiston yechabsan. Sen nima ixtiyorsan? Bilmay qoldim. Men ham bilmay qoldim. Zo'r taklif bilan kelaman. Ikkita gol o'tkazib bersang, storamda reklama qilib beraman. 200 ming odam ko'radi. Ikkitami? Ha, ikkita. bo'ldi kelishdi. O'zi qonni boryapti. Menga qarang, o'xsha o'ynasang bo'lmaydimi? Strafinal bo'ldi, ko'p gapirmasdan. Penalti bo'ldi. To'rday. Benzema ba. Yana tualetmi, ha? Yo'q, men televizorda ko'rganman-da. Men kopton ustidan o'tib ketaman, tepasi gol bo'ladi. Gol keldi. Ketdik. Opa, nima sharmanda qilib? Gol urdimi? Rando'ni penalti qoldi, Benzemasi. Nima qilmaydi? Chaqmasdan o'ynaydi. Makka. Senga Benzema pendan bitta savet. Menga kerak emas savet. Keyingi o'yinda aytsalaring, paxta kori gaplashib beraman.